Uruş başlanğanda ben 12 yaşar, 11 yaşar balaydım. Ben avtomatı götürülmeseydim, şunun için ben armiyaga katnaşmadım. Men katarlar, köp yaxşı bolganlary hammasi armiyaga ketip kaldı. Şu wagtlary uyda hiç kimi yok. Dalada hem yok. Mekke'ye gelmiş, tarihe geldi, konağa geldi. Şu konakla, Mekke'yle iyimiz. Mekke'ler diyem tutup veremiz, uruşka. Şu uruşka hep giderdi şu Mekke'ler diyem. 1 kilo olsa 1 kilo, 2 kilo olsa 2 kilo. Şunday zamanlar geldi. Uruş oldu, halkımız kıynaldı, erkekler kamadı bitti hem. Hammasi ayollarga kaldı günler. Serkege darini verişem, uruhtu verişem, hatun kızlarga kaldı. Hammasi. Şu avtomatı köterip olan adamlar hammasi ketdi uruşa. Kıyınçılık devir. Bir turam nandı tavıp yiyiş özü kıyın. Şunday yaman günlerde ötküzdük de biz. Sal yaxşı bolsa, armiya hep ketip kaldı, gertek dädir boladığanlardı. Bir yerde kışlalarda yigitler kamadı, hammasi ketdi. Uruşka ketdi. Tavganımız doğandı, 1 kilo bolama, 2 kilo bolama, şu pişken nerseni uruşka hep ketiverdi. Kunca adamlar kuncerege kaldı. Kuncere yegen adam ölüp kaldı bärisi. Şu ölmeyi kalganlardan şu ayran içken ölmedi. Ayran içkenler. Bitte kimde sihir olsa şunun ayranını kuğuya pişerdi hatunlar. Aparıp şu sarı suyunu aparıp içerdi de. Şunda devrler geldi. Bir tüp üzümünüz olsa 750 so'm nalik vererdik. 750 so'm vererdi, nalik kestirmeydi. Meyveler, daraklar deyim, hammasini kesip verdi. Şunday bolgandan keyin. Uyda daraklarga hem sağlık saldı da, meyveli darak olsa boldu. Bitti bolsa 750 so'm. 750 so'm qayerdan topadi? 40 kilo go'sht, 10 kilo, 15 kilo may. Bunu hem de beriş gerek devletke. Şunday zamanlarda ötküzdük. Şu ısmalak terip geldik, kışın kurun çup geldik, ısmalak terip geldik, öyle. Özümüz tergemiz ısmalak, kabristanların üstünden, neyakta çöllerden, şu urpak kana kılıp seyip veredin ona. Katırmanı katıradı yenelerimiz. Emmemdiki de yaşagemem ben. Katırmanı katıradı, atam ermeye ketip kaldı. Yenim ölüp kaldı. Sağırlık mınem katta boldu biz. 3 oğul, bitti kızıydık. Apam alamdan öttü, 2 ökem var. Ularım 80'den aşıp 86, 87 akırdı, bittisi. 82 deme şunday. Şunday kıyınçılık devreler ötküzdük. Savut devri de ölmez avukat, çıkmaz canı için pul vererdi. 70 so'm aylık vererdi. Şu 70 so'mdu amel kılıp işlerdik. Hazır hammasını mana müstakil bolganymyzdan Xudoga ming qalla şükür. Hamma narsa yeterli. Undan mana 16-njy ýyldan keyin bir muncha özgerip ketdik. Şavkat Mirziýew prezident boldu. Mana dasturganlarymyzy görýäpsizler. Hamma narsa bar. Xudoga ming qalla şükür. Şükranany keltiriş gerek elbetde. Umaratlar kaýakdaýdy balam. Bir 7 balar tamda bäzir oturardyk. Hazır endi hammada umarat. Yollarymyzy garaň. Rawan. Yaxşı umaratlar kurup berýipdi devletimizden. Yaxşı yollardy kurup berýipdi. Yaxşı tehnikeler çıkarıp berýipdi. Adamlar şükrana keltiriş gerek. Devletimizin başlygyga, rahbarimizge dualar kılıç gerek. Munday zaman hiç kaçan kemegenem,
kemesi diyem. Buna rahbarlarımızın oğluluğundan, rahbarlarımızın işbilarmanlığından Xudaga min kalla şükür. Hamma nerse yeterli. Uylerde hem hammasi qayerga borsak qonimiz to'q, qayerga borsak rahati jon. Musafirlarni bizlarni ham kuma va xabar olardi. Hokimimizga barib ketadi. Hokimimiz, rahmat hokimimizga ham. Bayramlarda bizlarni holimizni so'rab ketadi. Rahmat shularga ham. Qayerga borsang xursandsan ey adam. Albatta şu an şükrana keltirish kerak. Şükrana keltirse bundan ham ziyod bo'ladi. Bundan ham ziyod bo'ladi. Non deysizmi, go'sht deysizmi, hamma narsa bordir. Hamma narsa bor. Chunki mehnat qilish kerak. Yoshlar mehnat qilish kerak. Xalqimizga bilmay yetkazib berishimiz kerak. Ana shundagina mana shunday yashaymizda. Gelecek Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'ladi. Men es bilganimdan beri ko'rganim yo'q mundaycha. Mundaycha zamonlarda, mundaycha dasturxonni ko'rganimiz yo'q. Hammasi mustaqillikdan keyin bo'ldi. Noshukirlikchilik qilmaslik kerak. Shukronasini keltirish kerak. Shukronasini keltirish kerak. Albatta keltirish kerak. Yoshlarimiz tinimsiz mehnat qilish kerak. Yoshlarimiz yaxshi bo'lish kerak. Yoshlarimiz shukrona qilish kerak. Bizlar endi mo'shaq bo'lib qoldik endi. 93ga kirdim men. Oilalar mustahkam bo'lish uchun hammasiga rozi bo'lish kerak. Bir xil oilalarda yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Ya xotindan buni yetmadi deb janjal qilish mumkin. Shukrona qilish kerak. Bu davrda davr hech qachon kelmagan. Bu davrda yomon deb ajragan odamlar bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Mana 10 ta farzand ko'rdim men. Qiyinchilik davrlarni o'tkazdik. Gerçekten aylık vererdi, ba'zi kun ko'rardi. Xudoga shukr, hamma narsa yetadi. Shukr qilish kerak. Shu ajramaslik kerak. Bolalarni beata qilish kerak emas, sag'ir qilish kerak emas. Bolalarga o'zlari tarbiya berish kerak, otasi tarbiya bersin, enasi tarbiya bersin. Shukronani keltirib ayrılması kerak. Ro'zg'orlar bit bo'lish kerak. Bit bo'lgan ro'zg'orda hamma narsa yetarli bo'ladi. Shukr qilish kerak. Yetishmovchilik bo'lishi mumkin, yetishmovchilik bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi. Hammasiga shukr qilish kerak, sabr qilish kerak. Sabrning tagi oltin. Usmonovning ustiga kebakni sepib berarmidi. Unkuz yo'q edi. Shu Makkaning unini sepib qotirma qilardi enalarimiz. Ammam qotirma qilardi. Qotirmani 4-5 ga bo'lardi. Bir turam. Ana shuni bo'lib berardi. Bitta yarim jo'ra yo'ldoshimiz kelsa, o'zim yash yerib yegan kunlarim bo'lgan. Jo'ra yo'ldoshlardan. Shunday kelayapti, faloncha kelayapti desa, shu bir turam nonni ham yashirib yeganmiz. Hozirgi Xudoga ming qalla shukr. Qancha odam kelsa, shuncha xursand bo'ladi odamlar. Hozirgi davr hech qachon kelmagan. Ayniqsa mana shu 16-yildan beri jag'i haqiqatda zo'r bo'ldi. Yangi O'zbekiston bo'ldi. Qarang, mashinalarni qarang. Yo'llarni qarang. Mana hammasini ko'rib kelyapsizlar. Bir zumda borasiz, bir zumda kelasiz. Zo'r joylar. Buni rahbarlarimiz qilyapti. Rahbar boshliqlarimiz qilyapti. Boshliqlarimiz omon bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bolalar rizqini nasibali, xalqimiz rizqini nasibali bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Umr yoshlari uzoq bo'lsin. Xalqimiz uchun, elimiz uchun hech qachon charchamasin shu prezidentimiz. Shu prezidentimiz qatori obraz hokimimiz ham charchamasin. Rayan hokimimiz ham charchamasin. Xizmat qilib yurgan hammangiz charchamangizlar. Sog' salomat bo'lingizlar, umr yoshlaringiz uzoq bo'lsin. Xudoyim hamma vaqt bizni himoya qilsin. Allohu akbar.